Men masalan to'g'ri odamman, men demokrat bo'ladigan bo'lsam, unda dunyo uchun yashashim kerak bo'ladi. Bu dunyo uchun. Jahongir Otajonov saroyindagi ma'rufi estrada O'zbekiston ki akhiran binobar nomutobiqati shou biznes bu arzish‌ҳои исломӣ фаъолияташро тарк кардааст, дар стрими навбати худ дар бораи демократия ҳарф зад. Дар шабакаҳои иҷтимоӣ видеонавор бо иштироки Отаҷонов пайдо шуд, ки дар он овозхони собиқ ба саволи Асад Отабоев дар бораи демократия посух медиҳад. Odam demokrat bo'la olmaydi, Asad Otaboyev, shuni esdan chiqarmang. Agar haqiqatda inson musulmon bo'lsa, demokrat bo'la olmaydi. Agar men musulmonman, demokratman deb labz qilsa, demokratiyaga javob berish kerak. Demokratiyaga javob berishlik degani bu dunyodagi hamma narsaga rozi bo'lishlik. Hattoki musulmonlik umuman qabul qilmaydigan holatlarga. Demokratiya bu ya'ni. Demokratiya agar haq huquqi 100% amalga oshirishga haqli bo'lib, har bitta dunyo fuqarosi hisoblanadigan bo'lsa, musulmon odam demokrat bo'la olmaydi. Men shunaqa tushunaman. O'zimizni musulmoncha mumkin emas narsalar mumkin emas, mumkin narsalar mumkin deydigan demokratiya degan bo'lsa, bu demokratiya bo'la olmaydi. Demokratiya deyapsiz. Demokratiya talabkor bo'lsangiz, qanaqasiga musulmon bo'lasiz? Aytingchi, qanaqasiga siz musulmon bo'lasiz? Turkiyadagi bo'ladi-da unda, mana Turkiyada demokratiya bor. To'g'rimi? Turkiyada Galuboylar ham bor mana masalan. Bemalol yurishadi ko'chada. Bu qanaqa bu masalan? Bizga to'g'ri keladi. Sizga kerakmi shu narsa? Farzandlaringiz orasida mana demokratiya. Asadbek, sizni o'g'lingiz bemalol gey bilan gaplashib o'tiradi choyxonada osh yeb. Ha, oshdan olingizlar deb. Mana demokratiya sizga. Men u narsaning tarafdori emasman. Agar unaqa narsaga ruxsat berib demokratik davlat qurish kerak bo'ladigan bo'lsa, unda men ilohim bo'lmaydi. Uni javobini bera olmaymiz Allohning oldida ertaga. навори видеоӣ дар шабакаҳои иҷтимоӣ вокуниши васеъро пайдо кард ва аксари корбарони на танҳо o'zbek балки тамоми сегменти шабакаҳои иҷтимоии Осиёи Миёна аз Ҷаҳонгир пуштибонӣ карданд ва бо ӯ розӣ шуданд. Alloh uchun shariatimizga ёдрас мекунем ки Отаҷонов аз ягона шахсияти дар шоу-бизнеси O'zbekiston нестанд ки бо риоя кардани ислом касбашонро тарк карданд ва ҳоло бархе аз онҳо ба корҳои таблиғотӣ шурӯъ карданд ва ба риояи ислом ва арзишҳои исломӣ мардумро даъват мекунанд. Muhtojmizda. Haliyam Robbimizga muhtoj.